olov abrezimizni ko'rsatdim. Mana o'zi realni qilinyapti. 9,5lik, tikkalik, 7,5lik, to'rtlik, 9,5lik xudo xohlasa qoppog'i plyonsi bo'ladi. Realni esa mana shunaqa bo'ladi. Qaranglar. Juda ham olov bo'lyapti, xudo xohlasa. Nimaga rastvorga, kafilnikiga emas, rastvorga qilinadi? Ko'rishingiz mumkin. Betonga svязка berilgan, mana beton miqlar bilan chiqmaydi bu. Granitni o'ziga ham mana qilib simlab berilgan, ya'ni svязкаga ertadan keyin mabodo devordan ajrasa, ichida rastvor mana bu simlar ushlab qoladi. Granitda ushlab qoluvchi simlar, mis simlar ko'rishingiz mumkin, zanglamaydi, xudo xohlasa, chirimaydi. Bu ham o'zini zaklopka qilib qilingan, alyumin bilan zaklopka qilingan. Keyin ustidan yana granitga leylab ham qo'yishdi, mustahkamlab, xudo xohlasa ajrab ketmaydi. Shuning uchun rastvor qo'yishni maslahat beramiz va albatta beton miqlar bilan mana bunday simlar bilan svязка uchun tashab ketish kerak. Bilmaydi, yirqimlashi mumkin, har xil holatlar bo'ladi. Mana shu professional darajada ish bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Xudo xohlasa, bu abrezimiz chotga chiqyapti.